Siz pulingizni yig'ib, eng zo'r mashinani olaman deb $150 ming Mercedes oldingiz. Aytingchi, mana shu Mercedesga borib arzon bo'lsin deb gaz ballon o'rnatasizmi? Yoki arzon bo'lsin deb eng arzon yog'ni quyasizmi? Bo'laveradi deb eng o'sha sifatsiz benzinni quyasizmi? Hech qachon bunday qilmaysiz. Qimmat mashinangiz sizga uzoq xizmat qilishi uchun, uni ehtiyot qilish uchun unga eng yaxshisini ravo ko'rasiz. Mana endi sizga tabiiy savol beraman. Siz qanaqasiz? O'zingiz uchun sizning sog'lig'ingiz necha pul turadi? Saratonga chalingungacha yurib, keyin qimmatbaho dorilar, operatsiyalar uchun chet elga borishni tanlaymiz, bor-budimizni sotishni boshlaymiz. Umuman olganda hamma narsa qilamiz hayotimizni asrab qolish uchun. Lekin hozir sog'lig'imizga va tanamizga e'tibor berib, uni doimiy tekshiruvdan o'tkazib turishimiz afzal emas.